Assalomu alaykum aka-ukalar parvozlar. Aka-ukalar tarozda 5,5 kilo jonivor. Qushda o'ynayotgan aka-ukalar, buni ham o'zim oldim aka-ukalar, buni qaraydi. 5,5 kilo jonivor. Oxirgisini 20 kun bo'ldi o'ynayotganiga. Ishongan garantiyali odam edi, maza qilib o'ynasin dedi. Aka-ukalar, mana kallaylar. 1 minut pastga tushmaydi aka-ukalar. Keyin badanga yomon uradi, qiladi. Aka-ukalar 5,5 kilo tarozda. Tomosha qilaman, maza qilaman. Haqiqiy polvon aka-ukalar mana kallaylari. Voy joning zo'r. Haqiqiy kattani chempioni aka-ukalar 5,5 kilo tarozida. Haqiqiy o'zbekistonda bu ham aka-ukalar. Oxirgisini o'ldirib yutgan aka-ukalar, o'ldirib jonivor. O'ta piqchi ham keyin badanga, bo'yinga yomon uradi. Voy jonivor. Ana ko'rasiz. Haqiqiy qoya. Mana aka-ukalar yana bitta tayyor bor, pashti tayyor. 5 kun surovini qilib o'ynalaveradi aka-ukalar. Mana jonivor. Mana piqchalar aka-ukalar. 4 kilo 600. Ay jonivor. Haqiqiy yomoni bu. Voy jonivor. Aka-ukalar o'ta qattiq aka-ukalar bu. Sinovlarni qilib tayyorlab qo'ydim jonivor. Ay joningiz. Aka-ukalar. Ani. Aka-ukalar polvon. Ay jonivor. Mana aka-ukalar 4 kilo 600 da. Pul yurishgan yo'q ekan. Bekorchilar bo'lmaydi. Mana endi hamma yo'q butun devon o'ynaverasizlar, bekorchilar bo'lgan jonivor. Ay jonivor. Ay jonivor. Bitta chapga qilib qo'ying endi, toychoq. Toychoq. Mana aka-ukalar zo'r o'ynayman deganga beriladi aka-ukalar. O'ta qattiq aka uchkaltelari bor bu jonivor deya. Ay joning sog' bo'lsin. Assalomu aka parvozlar. Aka bu polvon ham sotildi, Namangan shahriga berdik. Aka mana omonatingiz. Sizdan chiqib ketgan holati. Bugungi chislo 11-may. Nasib qilsin. Ko'ryapsiz. Mana jonlari soq. Nasib qilsa aka, zo'r bo'lib ketsa iloyim. Sifati zo'rda jonlari. Zo'r olsa hunari to'qonda ko'rsatdi. Nasib qilsa aka, maza qilib o'ynab yuring. Shuncha bergan xo'rozlarimizdan xohlasangiz rahmat. Ziyon qilmasin. Mana umid qilib turibdi. Assalomu alaykum aka parvozlar. Polvon sotildi Toshkent shahriga. Aka mana omonatingiz bizdan chiqib ketgan holati. Aka-ukalar tanigan bo'lsanglar 3-4 kun oldin 4 kun oldin chiqaruvdik polvonni. Qirg'iziston Respublikasida 2 yutug'i bor. Akamizga uyda dogovorniy deb o'ynalgan syomkasini tashlab berdik. Aka-ukalar xullas buni o'ziga o'xshagan yana bitta bolasi bor. Anchachalik bo'lib qolgan xullas. Bitta qora bolasi bor. Xudo xolasa hozir upload qilib aka nasib qilsin. Ilohim chempion bo'lib ketsin. Zo'r bo'lsa hunarini to'ponda ko'rsatsin. Yaxshilik uchun 4 yutib qo'ygan. Respublikaga o'tib, prizini ham olgan bu jamilar. Xudo xolasa yuzimiz yo'q. Ama topdi aka burasi. Bo'ynilar jonivor. Bakka akamizlar qasab. Mana
aka-ukalar, tomosha qilib maza qilinglar aka-ukalar, jonivorlarni. Ulardan 3 ta sotadi, 8 dona qoldi aka-ukalar. Xudo xolasa 7 ta xo'roz, 1 dona mana, 1 dona makis qoldi. Bu makini ham qaranglar. Buni qaranglar. Haqiqiy krasotada jonivor. 1 dona makoni qoldi endi. Juda ko'pchilik makoni so'rovdi. O'zimizni qadrdonida o'shaning uchun ham berildi. Bu qanday? Xo'rozchalardi, aka-ukalar. Mana uni qaranglar. Gazlarini, cho'jalari. Tomosha qilib ham maza qilinglar. Mana menga krasavchigim yoqqani. To'nni qaranglar, to'nni. Voy jonivorlar. Ular kamparligi nima deyapti? Mo'chi aka-ukalar, xohlasa bu cho'qqa bo'lib ketadi shekilli, jonivor. Mana qaranglar, cho'jalarida aka-ukalar. Haqiqiy krasotali bular. Mana qaranglar. Mana qaranglar, bu qaranglar badani. Mana qaranglar, tozaligini. Voy jonivorlar. Mana aka-ukalar, 7 ta xo'roz, 1 dona makoni qoldi aka-ukalar, 1 dona makoni. Cho'jalar qaranglar, fizonomiyasini. Mana qaranglar, cho'jachalar. Voy jonivor. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Voy jonivorlar, formalarni qaranglar. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Ancha polvon bular katta. Aka-ukalar, bu qaranglar, aka-ukalar ancha kattalar. Ular jonivorlar. 2 oylik cho'jaga o'xshaydi jonivorlar. Bu qaranglar kattaligini. Voy jonivorlar. Boqib kuchi ham, keyin o'zi ham katta narsalarda ota-onalari ham aka-ukalar. Haqiqiy yuruvdoy jonivorlar. 1 dona makon chas. Bu qaranglar, krasota. Bunu ver. Maç.